Öpkünün en esil qoğluğucusu Badam Pinduk Mehzda Cevheri nait şep kalan esil meslat. Tasadı bilmiş öpkü sistemisinde mesela öpküde bir gülüyoruz. Ma devlet tilde pijahırda batıladığın şu kesedik şu Çigoyen demiz kış öpkü havalık ışığı. Çigoyen degen öpkü havalık ışığı. Nefes yetişmeydiğin şu kesedik şu. Öpkü azizlap ketken yoki öpküge suv tushgan shu öpküge suv tushgan qarindoshimiz amal olsa suvni tog'ib turaversa suv bo'laverdi. Shuni qarata bir dori darmak yeb saqaytib etsa balkim aqsdan bo'lmaydi. Shuni qarindoshlar hozir kundan kunga optop-mopdan chiqyapti. Shu öpkisiz da'va qarindoshlar dumbisini kunlik 20 soatdan 3-4 qatim nefes bir ko'ylak kiyib olib dömbüsünü atıp qaklap berse naiti yaxşı menfaat qilib. Demek her qanday kesillik qarta doğru dermek iştim barlı maqsad qon ayınışını yaxşılash. Şu qon aylansida bu kesillik chiqadi. Shuni qarindoshlar tasodifiy işte bir avval bo'lib qolsa, shuni qarta bizda şu Badam Pinduk Mehzda Cevheri bor, maxsus öpküge qarta ishlab chiqargan. Nait esil. Ballar basigim oldu. Onun birisi şu jirkide olsun, kan besim olsun, hiç kandak mavi, kan öylep ketken olsun, o da xılmaydı. Mas keli gördü. Tasadifi şunun qarta ailede hem de özümüz qılıp alaydigan birisi et degen de şu yerlik tuxum bolsa, to'qinu tuxumidan birini ikini chiqib qo'ychi bo'lib, porib qaynab atgan qaynat suvni quyib shuni ilishtirib, ani iste'mol qilib bersak, öpküge payda qiladi, azim sistemasiga oshqizlangan payda qiladi. Hatta yurakka manfaat qilishchanligi bor. Tasodifiy shu ishlarni qilib bersak qarindoshlar, o'zimiz oilada davolagan bo'lamiz. Oilalik yurak qon tomiri to'sabdi deb deg soldim, zo'yin qildim deydigan bir gap bor. Onu qilish bilan, terak selish bilan o kesillik saqayib ketmaydi. Qo'l tomiri to'silgan ichildi degan bilan uning qilgan tomir shoxchalari ichilib ketishi xeyli vaqt jarayon qiladi. Shuna mayli dori darmakni shuning qarta mas'uliyatni biz beraylik. Shaxsan men yoki boshqalar bersin. Shu qarindoshlar cho'qim bir mezgil to'xtatmay iste'mol qilish kerak uni. Mayli doktorga yetan qarindoshim men saqayib ketdim deb uyda bo'libmi yuragida öksüz derdi adam ig'i bir narsa ko'tarishni ehtiyot qilish kerak. Ko'targandan keyin bu sen yurakim ta'sir qildi. Bo'libmi yuragida derdi va yurak qon tomiri to'sildi yoki terak saldi, terak ko'payib ketadi endi. Shuni hamda doktorxonalarning zodi qaysi doktorxona bo'lsin terak salimiz, unda qilamiz, bunda qilamiz desa bir o'yinni o'tib inandiki qilasiz. Shuni hamda ötken ben bir qarindishim bir yak basam deydi, zat bilgensin bu şu nim qilmasak, terak salmasak, ayatlam unda o'tsa, bunda o'tsa debdikin, onun 5-6 yil bo'ldi ishim bo'lmay yuriydi. Demek hem de o can sizinki, özünüz qarani özünüz chiqarsiz. Shuna hamda qag'in nima desam o'zini o'ylab baqsangiz bo'ladi. Shuni qarindoshlar, yemek ichmakka diqqat qilish oilada. Birisi ailede üzümüzü çamgonu köprek yiyip biriş, tamakını yengil yiyip biriş mi özümüzünü qo'llab qala olamiz, hatta qutqizib qilishimiz mumkin. Shuni tasodifiy ayda bir maslahatga ehtiyojimiz bo'lsa shu. Mesela tuberkuloz desek 3 qap yesa, shunda bir yaxshi bo'lib ketadi. Demak, endi vaqt masalasi bor. Tasodifiy lozim bo'lsa, men bilan aloqalashsam bo'ldi. Mening ismim Xo'jabdulloh. Gündarım 18-9, 77, 66, 170. Onda başka Qashqar shahrida bir qarindishimiz var. Telefon numara 133, 69, 98, 81, 27. Qashqar Yangisar nahisida 132, 79, 73, 22, 12. Shular bor. Onda başka Qashqarning Mak nahisida bir qarindishimiz var. Onun telefon numara 131, 50, 29, 51, 35. Ondan başka Qashqar Yangisar nahisida 181, 67, 65, 91, 35. Tasodifiy shu yerlik qarindoshlar shular bilan aloqalashsanlarmi bo'ladi.